Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda yuqoriga a'zo mushaklarini ko'rib o'tamiz. Yuqoriga a'zo mushaklarini kamar va yelka mushaklari bo'ladi. Yelka mushaklari o'z guruhida yelka mushaklari, yelka oldi mushaklari va panja mushaklariga bo'linadi. Xo'p, bu mushaklarni o'rganishdan oldin bizlar uni sohalarini juda yaxshi bilishimiz zarur bo'ladi. Bulardan quyidagi sohalarga bo'linadi. Ya'ni regio deltoideus, mana shu deltoideus qismimiz bo'ladi. Regio brachialis qismi bo'ladi, keyin antibrachialis qismi bo'ladi, keyin cubitus qismi bo'ladi mana bu yerda. Keyin esa carpi manus qismlari bo'ladi. Xo'p, mana ko'rsatib o'tsak, carpi qismi bo'ladi, carpalis qismi mana shu joyda bo'ladi, manus qismi mana shu joyda bo'ladi. Xo'p, keyin digitalis qismi ham mavjud. Bu digitalis qismi yuqoriga va pastki qismlardan iborat bo'ladi. Bu barmoq suyaklar birlashtirilib turadigan, harakatga keltiradigan mushaklar hisoblanadi. Xo'p, endi yuqoriga a'zo kamar mushaklariga keladigan bo'lsak, birinchi mushagimiz musculus deltoideusdan boshlaymiz. Musculus deltoideus bu mushak ko'rib turganimizdek qo'lning kamar mushaklari hisoblanadi. Deltasimon shaklda bo'ladi. Boshlanishi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Mana ko'rib turgandek 3 ta qism bo'ladi. Mana 2 bo'lsak 3 ta qismdan farqlanadi. Pars spinalis qismi bo'ladi, pars acromialis va pars clavicularis qismi bo'ladi. Bu tomon spinalis, bu tomon acromialis, bu tomon esa clavicularis qismi hisoblanadi. Xo'p, endi bu mushakni birikish joyi o'sha nomli g'adir-budirlikka, ya'ni tuberosida deltoidusga birikadi. Bu mushakning vazifasiga keladigan bo'lsak, xo'p, bu mushakning vazifasi kiramiz. Mana shuning vazifasi qo'lni yuqoriga ko'tarish. Bu o'rta tutamlariga bog'liq. O'rta tutamlari qisqarsa, qo'lni yuqoriga ko'tarish vazifasini bajaryapti. Va keyingi animatsiyamiz. Xo'p, mana qo'lni mana oldinga naqib ko'tarib burish vazifasini ham bajaryapti. Bunda mana orqa tutamlari ishtirok etyapti mana. Ya'ni spinalis qismi ishtirok etyapti. Mana keyingi qismi. Bunda ham xuddi shunday spinalis qismi atashyapti. Bunday. Xo'p. Endi clavicularis qismi qanday shekilda? Mana oldinga mana xuddi tanamizni shunday tursak, mana oldinga qaratsak, mana o'rtasi va o'rta qismi, ya'ni acromion qismi va spinalis qismi harakatga kelgan. Xo'p. Va clavicularis va acromialis qismi harakatga kelib turibdi. Xo'p. Mana yelkani mana bukish vazifasini ham bajaryapti. Mana bukyapti. Bu muskulni innervatsiyasi nervus axillaris innervatsiya qiladi. Xo'p. Endi keyingi mushakka keladigan bo'lsak, musculus supraspinatus mushagimiz. Supraspinatus mushagimiz bu ham qo'lning kamar guruh mushaklari. Kurak suyakning qirrasini ustida joylashganligi uchun o'sha nomni olyapti. Supraspinatus. Uni shakli uchburchak, cho'ziq uchburchak shaklda bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, cho'ziq uchburchak shaklda. Boshlanishi fossa supraspinatusni to'ldirib turadi. Birikishi esa tuberculum majus humerini birikib turadi. Vazifasiga keladigan bo'lsak, uning vazifasi qo'lni tanadan uzoqlashtirish, abduksiya, ko'tarish, tashqi tomonga burish vazifasini ham bajaradi. Xo'p, deltasimon mushakka sinergist ishlaydi. Xuddi bunga yordam beradi. Innervatsiyasi nervus suprascapularis buni innervatsiya qiladi.
Xo'p, keyingi mushakka keladigan bo'lsak, keyingi mushagimiz musculus infraspinatus. Infraspinatus ham xuddi shu nomni olgan mushak hisoblanadi. Bu mushak shu qirralarni pastki qirra ostida joylashgan bo'ladi. Uchburchak shaklda bo'ladi. Ko'rib turganingiz uchburchak shaklda. Boshlanishi fossa infraspinatusni to'ldirib turadi. Birikishi tuberculum majus humeriga birikadi. Narigi supraspinatus bilan bir xil joyga birikkan bo'ladi. Bunaqa vazifasi yelkani tashqari tomonga burish supinatsiya vazifasini bajaradi. Innervatsiyasi nervus suprascapularis innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi mushagimiz musculus teres major mushagi. Teres bu minor. Xo'p, teres majorga keladigan bo'lsak, teres major mushagi katta yumaloq mushak hisoblanadi. Mana ko'rib turganimizdek. Xo'p, buni boshlanishi angulus inferior scapulaga birikkan. Mana angulus inferiorga birikkan. Boshlanishi birikishi esa qo'lni mana bu yelkaning crista tuberculi humeri minorisga birikkan bo'ladi. Vazifasi qo'lni ichkariga burish vazifasini bajaradi. Qo'lni ichkariga buryapti, keyin tortish vazifasini bajaradi, qo'lni orqaga tortish vazifasini bajaradi bu mushak. Xo'p, keyin buni teres majorni ko'rgan bo'lsak, teres majorning yuqorisida teres minor ham bo'ladi. Xo'p, mana teres major pastda teres minor ham bo'ladi. Mana bu teres minor. Teres minorimiz margo lateral qismida boshlanib birikishi tuberculum major humeriga birikkan bo'ladi. Vazifasi yelkani tashqariga burish vazifasini bajaryapti. Mana ko'rib turganimizdek, yelkani tashqariga burayapti. Xo'p, nima innervatsiyasi nervus axillaris buni innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi mushagimizga keladigan bo'lsak, subscapularis mushagi. Xo'p, subscapularis mushagiga keladigan bo'lsak, mana o'rtashimiz qismi o'rtasak Xo'p, mana bu mushagimiz musculus subscapularis mushagi hisoblanadi. Ya'ni kurakning ostida joylashgan muskul bo'lib, qo'l kamarining mushaklariga kiradi. Bu mushakning boshlanishi fossa subscapularisni to'ldirib turadi. Birikishi esa tuberculum humeri minorisga birikkan. Mana ko'rib turganimizdek minorga birikkan bo'ladi. Vazifasi qo'lni ichkariga burish vazifasini bajaradi. Mana ichkariga burish pronation vazifasini bajaradi. Keyingi harakati mana qo'lni ko'tarishda ham pastki qismi ishtirok etyapti. Mana xo'p, endi qo'lning erkin mushaklariga keladigan bo'lsak, erkin mushaklari alohida Xo'p, qo'lning erkin mushaklariga keladigan bo'lsak, erkin mushaklarimiz ikki guruhga bo'linadi. Yelka mushaklari ikki guruhga bo'linadi. Xo'p, oldingi va mana oldingi qism va orqa qism mushaklariga bo'linadi. Oldingi qism mushaklariga keladigan bo'lsak, oldingi qism mushagimizda 3 ta mushak bo'ladi. Biceps brachialis va brachialis mushaklari bo'ladi. Xo'p, mana bu ko'rib turganimizdek musculus biceps brachii. Bu biceps brachii ikki boshli mushak bo'lib, yelkaning oldingi guruh mushaklariga kirib, xo'p, vazifasi uzun boshchasi abduksiya vazifasini bajarib, yelkani tanadan uzoqlashtirish vazifasini bajaradi. Dastlab buni mushakda ikkita boshchasi bo'ladi. Uzun va katta boshchasi bo'ladi. Caput longus va caput brevis bo'ladi. Mana bu ko'rib turganimiz bu caput brevis. Mana bu qism
Mana bu qism caput brevis, bu esa caput longus qismi hisoblanadi. Bu caput longus tuberculum supraglenoidalidan boshlanyapti. Mana bu qism. Bunda mana bu yerda paydan o'tadi. Bu yerda vagina payi bo'ladi. Paydan o'tganligi uchun o'sha nima payning vazifasi o'sha muskuldagi o'tadigan vaginaning vazifasi payni jarohatdan saqlash vazifasini bajaradi. Bir kishi tuberostas radiga kelib birikkan bo'ladi. Mana bu qismga tuberostas radiga kelib birikkan bo'ladi. Xo'p, bu mushakning vazifasi xo'p. Bu mushakning vazifasi aytib o'tgandek yelkani tanadan uzoqlashtirish va tirsak bo'g'imini bukish vazifasini bajaradi. Bukish vazifasini bajaryapti. Bukyapti. Ko'rib turganimizdek, keyingi mushakka keladigan bo'lsak, musculus bicepsni ko'rdik. Xo'p, coracobrachialis keladigan bo'lsak, coracobrachialis muskulimiz bu processus coracoideus scapulaga boshlanadi. Bir kishi esa fascius medialis humeriga birikkan bo'ladi. Vazifasi fleksiya va adduksiya vazifasini bajaradi, ya'ni bukish va burish vazifalarini bajaradi. Mana ko'rib turganimizdek, ko'tarish vazifasini ham bajaryapti. Mana xo'p, mana ko'rdik. Yaqinlashtirib ko'rsatsak, mana burish vazifasini bajaryapti. Adduksiya. Xo'p. Buni innervatsiya qiladigan nervimiz nervus musculocutaneus bu mushagimizni innervatsiya qiladi. Xo'p. Bicepsni ko'rdik, coracobrachialisni ko'rdik. Xo'p. Coracobrachialisni ko'rdik. Endi nega mushak? Musculus brachialis mushagi. Mana ko'rib turganimiz musculus brachialis mushagi. Bu mushak yelka muskulining oldingi guruh mushagi, boshlanishi fascius anterior humeri va tuberostas deltoideus bilan tirsak bo'g'imining kapsulasining boshlanish joyi orasidan boshlanadi. Xo'p, bir kishi esa tuberostas ulnaga birikadi. Nariga biceps tuberostas radiga birikkandi. Musculus brachialis esa tuberostas ulnaga birikkan bo'ladi. Innervatsiyasi nervus musculocutaneus buni innervatsiya qildi. Xo'p, endi yelkaning orqa guruh mushaklariga keladigan bo'lsak, musculus triceps keladi. Triceps. Musculus triceps. Musculus tricepsni 3 ta boshi bo'ladi. Tuberostas infraglenoidalidan boshlangan va ikkitasi 3 ta qismi dedik-ku. Mana bittasi mana ko'rib turganimizdek fascius posterior va fascius posteriorning yuqori qismiga birikkan bo'ladi, ikkita boshchasi. Qolgan medial va lateral boshchasi orqa qismida, uzun boshchasi esa tuberostas infraglenoidalidan boshlanyapti. Bir kishi esa shu olecranonga kelib birikkan. Olecranon o'siga kelib birikkan. Hop. Lateral qismi vazifasi bukish vazifasini bajaradi. Endi bilakni tirsak bo'g'imidan keyin esa qo'lni yelka tomonidan yozadi. Tanaga yaqinlashtirish vazifalarini bajaradi. Ko'rib turgandek. Ko'tarish vazifasini bajaradi pastki qismi. Yozish vazifasini bajaryapti. Bicepsni ko'rdik. Endi
keyingisi. Uchinchi qismi medial qismi edi. Qo'yganimiz. Keyingi mushagimiz musculus anteriorus. Mana bu mushak orqa tomonda joylashgan anteriorus mushagi tirsak muskuli hisoblanadi. Bu mushak boshlanishi epicondylus lateralisdan boshlanib, birikishi fasciculus posterior o'rniga birikkan bo'ladi. Vazifasi ekstensio, ya'ni o'sha bilakni tirsak bo'g'imidan harakatga keltiradi. Ya'ni bu musculus articularis cubitus bo'lib, hop, tirsak mushagining bir qismi hisoblanadi. Vazifasi. Tirsakni bukish vazifasini bajaryapti. Hop, endi bilak mushaklariga keladigan bo'lsak, hop, bilak mushaklari. Bilak mushaklari bilakning oldingi guruh mushaklari bo'ladi bizada va bilakning orqa guruh mushaklari bo'ladi. Oldingi guruh mushaklari bukuvchi bo'ladi. Mana shu qismi oldingi qismi bukuvchi, orqa qismi esa yozuvchi mushaklar hisoblanadi. Ya'ni supinator, oldingi qismlari esa pronator mushaklari hisoblanadi. Hop, oldingi guruh mushaklariga keladigan bo'lsak, bu oldingi guruh mushaklari asosan yuza va chuqur guruhga bo'linadi. Yuza guruh mushaklarini hozir ko'rib o'tamiz. Yuza guruh mushaklarini ko'rib o'tamiz. Birinchi yuza guruh mushagimiz musculus pronator teres. Mana shu pronator teres hisoblanib, buni boshlanishi epicondylus medialis qismidan boshlanib, ikkita boshi bo'ladi aytgancha, mana ko'rib turganingizdek bitta boshi bo'ladi. Birinchi boshi epicondylus medialis, ikkinchi boshi esa tuberostas ulnaga boshlangan bo'ladi. Birikishi esa fasciculus externus radiga birikkan bo'ladi. Bu mushagimizning vazifasi bilakni pronatsiya qilish, ikkinchi vazifasi esa tirsakni bo'g'imdan bukish vazifasini bajaryapti. Hop. Keyingi mushagimiz musculus flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis mushagimiz hop, boshlanishi epicondylus medialis qismidan boshlanyapti. Birikishi esa mana ko'rib turganimizdek bazis carpining ikkinchisiga kelib birikkan bo'ladi. Mana ikkinchisiga kelib birikkan bo'ladi. Vazifasi qo'l panjasi va tirsak bo'g'imidan bukish vazifasini bajaryapti. Mana ko'rib turganimizdek va pronatio vazifasini bajaryapti. Mana hop, pronatio burish vazifasini bajaryapti. Buni innervatsiyasi nervus medianus bu mushagimizni innervatsiya qiladi. Hop. Keyingi mushakka keladigan bo'lsak, keyingi mushak musculus palmaris longus mushagi hisoblanadi. Bu palmaris longus mushagimiz ham boshlanishi epicondylus medialisdan boshlanib, birikishi aponeuros palmarisga kelib birikkan bo'ladi. Vazifasi kaftni bukish vazifasini bajaradi va o'sha kaft aponevrozini taranglashish vazifasini bajaradi. Xo'p, mana buni ko'ramiz. Bukish vazifasini bajaryapti. Innervatsiyasi nervus ulnaris bu muskulni innervatsiya qiladi. Keyingi mushagimiz palmaris longusni ko'rdik. Musculus flexor carpi ulnaris mushagimiz. Musculus flexor carpi ulnaris. Bu mushagimiz boshlanishi ko'rib turganimizdek epicondylus medialis qismidan
va oligron qismidan boshlanyapti. Ikkita kaputi bor, mana ikkita boshi bor. Hop, boshlanyapti. Bir kishi esa os psiforum va xamatum suyakchalariga birikkan bo'ladi. Mana bu ko'rib turganimiz psiforum, ya'ni no'xatsimon va os xamatum ilmoqsimon suyaklariga kelib birikkan bo'ladi. Vazifasi qo'l panjasini tirsak tarafga bukish vazifasini bajaradi. Tirsak tomonga bukyapti. Ikkinchisi esa keyingi mushagimiz kelsak, musculus flexor digitorum superficialis. Hop. Yo'qotsak. Mana shu muskulimiz, musculus flexor digitorum superficialis muskuli hisoblanadi. Bu muskulimiz boshlanishi ko'rib turganimizdek ikkita boshi bo'ladi. Caput humera ulnaris, ya'ni epicondylus medialisdan boshlanyapti. Mana ko'rib turganimizdek. Ikkinchi boshi esa caput radialis, radialning proximal qismiga birikkan bo'ladi. Boshlangan bo'ladi. Bir kishi esa 4 ta payga bo'lingan, mana ko'rib turganingizdek 4 ta barmoqqa asosiy kelib birikayapti. Vazifasi o'sha barmoqlargacha bo'lgan bukish vazifasini bajaradi. Hop, mana videosini ko'ramiz. Animatsiyasini. Mana barmoqlar bukilyapti. Keyingi animatsiyaga qo'ysak. Mana bukilyapti. Endi polniy kapni bukyapti. Hop. Ko'rdik. Flexor carpi. Digitorum superficialisni ko'rdik esa. Endi musculus flexor pollex longus. Bosh barmoqni bukuvchi uzun muskul. Ko'rib turganimizdek, bu muskul bir kishi radi suyagiga kelib boshlangan bo'ladi. Epicondylus medialis humeri degan tuberostas radidan pastroqda joylashgan bo'ladi bir kishi. Boshlanishi o'sha nimaga bosh barmoqning tirnoq palangasigacha kelib birikkan, mana ko'rib turganimizdek. Vazifasi bosh barmoqni o'sha bukish vazifasini bajaryapti. Mana animatsiyani qo'ysak. Hop, mana. Bosh barmoqni bukish vazifasini bajargan. Keyingi muskulga keladigan bo'lsak, keyingi chuqur muskulimiz. Hop. Yuzaga o'xshaymiz. Hop. Radialis. Superficialis. Keyin esa flexor digitorum profundus. Bu flexor digitorum profundus boshlanishi mana bu ulnaning posterior qismidan o'sha membrana interosiga ham birikkan bo'ladi. Hop. Bu boshchasi mana posterior qismidan va anterior qismiga ham birikkan bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek anterior qismiga birikkan bo'ladi. Va bular 4 ta payga ajraladi va mana bu ikkinchi barmoqdan to 5-chi barmoqlargacha birikkan bo'ladi. Paylarga 4 ta payga birikkan bo'ladi. 4 ta paylarga birikkan bo'ladi. Hop, innervatsiyasi nervus medianus va nervus ulnaris nervlari bu muskulni innervatsiya qiladi. Keyingi muskulimizga keladigan bo'lsak, musculus quadratus, pronator quadratus. Hop,
o'chiramiz, o'chirsak, superviziyali ispravondus. Mana buni o'chirsa yaqqol ko'rinsin. Mana shu qismda mana musculus pronator quadratus. Bu mushak bilakni pronatsiya qiladi. Mana, ya'ni buradi. Bu mushakni nervus medianus innervatsiya qiladi. Xo'p. Shu bilan bilakning oldingi guruh mushaklari tugaydi. Xo'p. Bilakning orqa guruh mushaklariga keladigan bo'lsak, oldingi guruh mushaklarini bittasini o'chirsak, yaxshiroq ko'rinar edi. Mana bilakning orqa guruh mushaklari ham mana bu bilakning orqa guruh mushaklari. Orqa guruh mushaklari yuza va chuqur guruh mushaklariga bo'linadi. Yuza guruh mushaklari asosan 7 ta bo'ladi. Orqa o'sha chuqur guruh mushaklari esa 5 ta mushaklar kiradi. Bularni yuza guruh mushaklaridan boshlasak. Yuza guruh mushaklari musculus brachioradialisdan boshlaymiz. Brachioradialis ko'rib turganimizdek boshlanishi fasciculus anterolateralis humeridan boshlanyapti. Mana anterolateral qismidan boshlanyapti. Xo'p, bir kishi esa processus steroidusga kelib bo'ladi. Bir harakatlanishini ko'raylik. Boshlanishi aytib o'tgandek anterolateral qismidan humerining, bir kishi esa processus steroidusga kelib birikkan bo'ladi. Bilak suyagining pastki sohasi. Mana yondan ko'ramiz. Mana yon qismdan ko'rdik. Vazifasi bilakni tirsak bo'g'imidan bukish vazifasini bajarayapti. Keyingi mushakka keladigan bo'lsak, keyingi mushagimiz musculus extensor carpi radialis longus mushagi hisoblanadi. Xo'p, bu mushakni alohida ajratib ko'rsatsak, bu ham anterolateral humerining oldingi tomonida anterolateral qismidan boshlanadi. Bir kishi esa ikkinchi o'sha carpi 2 ning bazis qismiga kelib birikkan bo'ladi. Vazifasi qo'l panjasini bilak tomonga yozish vazifasini bajaradi. Mana yozish vazifasini bajaryapti. Yozish vazifasini bajaryapti. Oz miqdorda burish vazifasini ham bajaryapti. Va mana bilak suyagining o'sha tirsak bo'g'imidan o'sha bukish vazifasini ham bajarayapti. Ko'rdik. Xo'p. Keyingi musculus extensor carpi radialis brevis. Nargisi esa longus edi. Bu ko'rganimiz brevis. Bu panjani yozuvchi kalta bilak mushagi hisoblanadi. Bilakning orqa yuza guruh mushaklari qatoriga kiradi. Ya'ni buning boshlanishi epicondylus lateralisdan boshlanyapti. Mana epicondylus lateralisdan boshlanadi. Bir kishi esa o'sha 3-kaf suyagining orqa tomoniga kelib birikkan bo'ladi. Xo'p, vazifasi qo'l panjasini mana bukish vazifasini bajaryapti. Yozish vazifasini bajaryapti, uzr. Mana yozyapti. Va oz miqdorda burish vazifasini ham bajaryapti.
tasak bo'g'imida ham bukish vazifasini bajaryapti. Innervatsiyasi nervus radialis bu mushakni innervatsiya qiladi. Hop. Hop. Keyingi mushagimiz musculus extensor digitorum. Shu mushak. Ko'rib turganimizdek, bu mushak epicondylus lateralis humeradan boshlanyapti. Mana boshlanishi. Bu ikkinchi barmoqdan to 5-barmoqning o'sha medial va distal falangalariga kelib birikkan bo'ladi. Barmoqlarni yozish vazifasini bajaradi mana. Hop. Yozish vazifasini bajaradi. Mana ko'rsak. Mana barmoqlarni yozyapti. Ko'rdik. Mana. Bukish vazifa, mana bukkanda mana yozyapti. Mana qisqaryapti, yozyapti. Xo'p. Ko'rdik buni. Hop, mana. O'sha ko'rib o'tdik bu extensor digitoriumni. Keyingisi musculus extensor digiti minimi. Ya'ni jimjiloqni yozuvchi muskul hisoblanadi. Va bu muskulni boshlanish joyiga keladigan bo'lsak, boshlanishi o'sha barmoqlarni yozuvchi mushaklar paylaridan mana ajralib chiqqan bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, shuni asta sekingina ajralgan. Shu qismdan ajralib chiqqan va birikishi jimjiloqning o'sha 5-barmoqning paylariga kelib birikkan bo'ladi. Innervatsiyasi nervus radialis bu mushagimizni innervatsiya qiladi mana. Jimjiloqni bukish. Jimjiloqni bukish ishtirok etaman. Mushaklar bukilganda ham shu ishtirok etayapti. Hop, keyingi mushakka keladigan bo'lsak, musculus extensor carpi ulnaris. Bu mushak boshlanishi epicondylus lateralis qismidan boshlanyapti. Birikishi esa o'sha tuberostos os metacarpining 5-qismiga, shu 5-barmoqning bazis qismiga kelib birikayapti. Xo'p, mana bular chuqur guruh mushaklari musculus supinatordan boshlanadi. Musculus supinator mana bu mushagimiz o'sha radius suyagini buruvchi mushak hisoblanadi. Boshlanishi epicondylus lateralisdan boshlanyapti. Mana ko'rib turganimizdek lateralisdan boshlanyapti. Birikishi esa epiphysis proximalis radiga birikkan bo'ladi. Hop, vazifasi o'sha burish vazifasini bajaryapti. Nimasi? Innervatsiyasi nervus radialis bu mushakni innervatsiya qiladi. Hop, keyingi mushakka keladigan bo'lsak, musculus abductor pollicis longus. Ya'ni bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi uzun mushak hisoblanadi. Bu mushagimiz mana ko'rib turganimizdek boshlanish joyi fascis posterior radi, ya'ni radi suyagimiz bo'lsa orqa tomonidan boshlanadi. Birikishi bazis metacarpi, ya'ni o'sha bosh barmoqning bazis falangasini o'sha bazisiga kelib birikkan bo'ladi. Xo'p. Metacarpining bazisiga kelib birikkan bo'ladi. Uzr, falanga debman. Vazifasi bosh barmoqni o'sha tanadan uzoqlashtirish vazifasini bajaradi. Xo'p. Mana bosh barmoqni ko'taryapti, mana yozyapti.
Xo'p, mana oldingi tomonga, yon tomonga mana keltiryapti. Innervatsiyasi nervus radialis bu mushagimizni innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi mushagimiz musculus extensor pollicis longus ni ko'rdik. Mana bu qism longus edi. Abduktor longus edi, ya'ni buruvchi longus edi. Bu esa yozuvchi uzun bosh barmoqni yozuvchi uzun mushak hisoblanadi. Xo'p, harakatlanishga keladigan bo'lsak, mana bosh barmoqni yozyapti. Hop. Ikkinchisini ko'rsak, mana ma'lum bir miqdorda panjachakni yuqoriga ko'tarish vazifasini ham bajaryapti. Innervatsiyasi nervus radialis buni innervatsiya qiladi. Hop. Buni innervatsiya qiladi. Endi yonidagi esa brevis hisoblanadi, mana kichigi. Hop. Buni ham vazifasi o'sha bosh barmoqni yozish vazifasini bajaradi. Birikkani mana bazis metakarpiya birikkan bo'ladi. Xo'p, boshlanishi fasciis posterior radiga boshlangan bo'ladi. Xo'p, ko'rdik buni. Qismni shu bilan musculus extensor pollicis longus qoldi. Mana shu qismda pollicis indus pollicis longus ko'rdik ya. Pollicis indus pollicis longus ko'rdik birinchi. Hop, keyingi mushagimiz musculus extensor indicis, ya'ni index mushagini, ko'rsatkich barmoqni yozuvchi mushak hisoblanadi. Buni boshlanishi fasciis posterior o'rnidan boshlanadi. Birikishi falanganing ikkinchi medial bazasiga birikkan bo'ladi. Vazifasi ko'rsatkich barmoqni yozish vazifasini bajaryapti. Ko'rsatkich barmoqni yozish vazifasini bajaryapti. Hop. Pollicis longus brevisni tashlaymiz. Hop, mana abductor pollicis longus, abductor extensor pollicis brevis, pollicis longus. Mana shu qismi qolgandi. Pollicis longus bu mushak bosh barmoqni yozuvchi qisqa mushak hisoblanadi. Fasciis posterior o'rnidan boshlanib birikishi distal falangadan birikkan bo'ladi. Distal falangaga birikkan bo'ladi, mana ko'rib turganingizdek. Hop. Vazifasi bosh barmoqni yozish vazifasini bajaryapti. Shu bilan qo'lni bilak mushaklari ham tugadi.